Hürmetli televizyon kögüçüler, hazır körüp atqanыңlar Şinjan televiziya stansiya Xuyu Medeniyet Taqt şirketi ve şundaqla Şinjan Elbidar Medeniyet Media çeklik şirketi birleşip yolu koygan Nutq sözleş karakterideki programma ular şundaq deydi. Biz bu programımızda her saha, her kesipte tirişçanlık gösterip netice kazangan şəxslərni nutq sözleş arqılıq ularniki hayat keçirmişleri ve turmuş tecrübeleri arqılıq cemiyetke ilham ve medet demekçi. Şunaşqa bizniki bu programımız yeni şekildeki nutq sözleş royini cemiyetke bəxşəndi qılmaqçı. Felsefe fanları doktoru Letip Toxtay Beijing Merkezi Milletler Üniversiteti Uyghur Til Edebiyat Fakültetinin profesörü. O 1953 yılı 2. ayının 15. günü Turpan vilayetinin Toqsun nahiyesi doğulan. 1972 yıldan 1975 yılgacha Sabık Beijing Merkezi Milletler İnstitutida o'qigan. 1979 yıldan 1982 yılgacha Merkezi Milletler İnstitutining Uyghur Til Edebiyat kasbida magistr aspirantlikda o'qigan. 1985 yıldan 1986 yılgacha yana Amerika Arlingtondagi Texas Universitetida umumiy tilshunoslik bo'yicha magistr aspirantlikda o'qigan. 1987 yıldan 1994 yılgacha Amerika Seattle'dagi Washington Universitetida Oltayshunoslik bo'yicha doktor aspirantlikda o'qib, doktorlik unvoniga erishib, vatanga qaytib kelgandan keyin ona maktabida o'qitish va tadqiqot bilan shug'ullangan. Professor Letip Toxtay Efendi markaz munosabat o'rnatgan mutaxassis. Davlatlik ijtimoiy fanlar fondi bo'yicha baholovchi mutaxassis. Jungo Turkiy tillar tadqiqot jamiyatining mudiri. Jungo Osonliq millatlar tillari tadqiqot jamiyatining muavin mudiri. Jungo Millatlar Tillari Tadqiqot Jamiyati Oltayshunoslik sho'basining muavin mudiri. Jungo Uyg'ur tarix madaniyat tadqiqot jamiyatining muavin bosh kotibi. Xalqaro qo'sh tillik ma'rif tadqiqot jamiyatining doimiy a'zosi. Jungo Uyg'ur klassik adabiyoti va muqam tadqiqot jamiyatining ijroiya a'zosi. Davlatlik Millatlar ishlar komitetining oliy unvon baholash mutaxassisi. Mamlakatlik Milliy ishlar komiteti Millatlar til yezi xizmati mutaxassislardan maslahat olish komitetining a'zosi. Beijing shaharlik islom jamiyatining muavin mudiri. Garbiy Shimol Universiteti va Qashqar universitetlarining taklif professori. Millatlar til yezigi va Xanzucha, Uyg'urcha har ikki nusxadagi til va tarjima jurnallarining tahrirat a'zosi qatorliq ijtimoiy vazifalarni o'tagan va o'tab kelmoqda. Bugungi bizniki aziz mehmonimiz bo'lsa, Letip Toxtay efendim. Qani qarshi olaydi. Letip Malim yaxshimi? Yaxshi. Bugun biz 20 yildan keyin Letip Malimda yana televiziya stansiyasida ko'rishdik, Letip Malim. Shunday. Letip Malim bizniki ustozimiz. Ayni vaqtda biz Markaziy Millatlar Universitetida Letip Malim bizga ingliz tili dars o'tgan. Keyin Uyg'ur tili dars o'tdingiz, ha? Shu chaqda biz Markaziy Millatlar Universitetida yangi borgan vaqtimizda Letip Malim Amerikada doktorlikni bitirib yangi kelgan vaqt ekan. Şunaşqa biz Letip Malim İngilizce ügetkeşke İngiliz seviyimiz nəhayət yaxşı aşqan. Bugün yana bir qitim biz bu yerda jam bolduq. Aldı bilan Letip Malimninki hozirgacha shundaq sog'lom tuğanlığı va shundaqla yana davomli jamiyat uchun bizning farzandlarimiz uchun xizmat qilayotganligiga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz, ha. Oy, rahmat. Rahmat. Demek benim bilişimce Letip Malim siz Amerika'da yani 9 yıl tuttunuz aynı vakti şunda mı? Şunda. Bu 9 yıllık hayatınız menimce hazır əsasınız nəhayət qızğınlıqqa, hissiyatqa to'lgan bir iznish bosqichiniz o deymi? Şunda oldu. Bana nisbeten men tushimdimi berishni o'ylab baxmagan bir hammadan arzu qildigan, lekin biz o'z vaqtida uning berish imkoniyati bo'lmaydiganligini o'zimiz biladigan. Shunday bir vaqtda Şunda bir fırsat kelib, berib 9 yıl turib qoldim. Bilim tahsil qildim. Şu vaqtlardagi oliy ilmiy unvon, doktorlik unvoniga ega bo'ldim. Bu nəhayət mening hayotimdagi intan cho'ng burilish desam bo'ladi. Keyingi hayotimdagi o'qitish, ilmiy tadqiqotlardagi natijalarimni men şu 9 yıllık o'rganish nimasidan keldi deb qarasam bo'ladi. Shuning uchun mushu nuqta aytgan chaqda mayli qaysi kasbni qilishdan qat'iy nazar bir odam uchun mangulik bir tiyin bo'lishi mumkin, ha. U bo'lsa-mu
to'xtamay izlanish. İzdeniş. Bu mengülük tema. Meyli kaysı temada izleneyli. Meyli kaysı nazariyada izleneyli. Menimce izdeniş, öğreniş, ömürlük vazife dep qarayman. Xo'sh, demak insoniyatniki izlanish ro'yi bugungi madaniyat natijalarini vujudga keltirdi. Undaqda sizniki shu butkul izlanish hayotingizniki qandaq yakuni va xulosalari va biz anglasak, Letip muallim elektron davrdagi yangi izlanish ro'yi degan temada bir nutq so'zlab berdi. Ko'pchilik hamsa qarshilaydi. Assalamu alaykum sorun ehli. Hammangizga menden ali ihtiram. Bugün mana shunday bir fursatga ega bo'lganligimdan nihoyat xushal. Bu endi men 1953-yili 90'ның Qarabulaq degan kichik bir nomurod kishilarning nazaridan olgancha elinmaydigan bir kichik yezida tug'ilib mana hozir Markaziy Millatlar Universitetininki professori, doktor yetakchisi bo'lib ishlayapman. Bu 1972 yil Markaziy Millatlar Universitetida bo'lgandan tortib hozirgacha o'ylasam, hozir mana 44 yil vaqt o'tibdi. Yaşım 60'ını alıptı. Çünkü bu jarayonda o'zimni besib o'tgan manzillarimni bunday eslab, bunday bir yoshlarga biraz nafbagidek ba'zi narsalarni degimmi kelyapti. Çünkü shu nuqtadan bu yerga chiqib bunday so'zlashga bunday fursat bergan shu Shinjon televiziya stansiyasiga ko'p rahmat. Hammangizlarga ma'lum bo'lganidek, mana hozir Markaziy Millatlar Universitetida 72-yili o'qishga berib, yaxshi natijalar bilan 75-yili o'qituvchilik qilib qolgan. 79-yilga kelgan vaqtda biz yana magistrlik imtihonini o'tib, Uyg'ur tili fanlari bo'yicha magistrlik unvonini oldim. 85-yilga kelganda Amerikaga bir o'qish fursati, ya'ni bizning Markaziy Millatlar Universitetiga bergan bir son yosh o'qituvchilardan bir ingliz tilida yaxshiroq bilib, tilshunoslik kasbida o'rganadigan bunday bir son kelib ekan. Buningda shu chog'dagi bizningki ustozimiz Xo'tan muallim tayyorlik qilishimni topalab, o'sha sonning mening qo'ldan berib qo'ymasligimni topilgandan keyin tirishib o'rgandim. İmtihan, şu vaqtlarda TOEFL imtihanı, chet elliklarning ingliz o'rganish imtihonidan o'tib 8 ayda Amerika Texas Universitetiga tilshunoslik bo'yicha ikkinchi magistrlik o'qish uchun fursatga ega bo'ldim. Bu bay degandek hayotimdagi eng cho'ng burilish deb qarayman. Ilm fandagi mayli altashunoslik deymiz, mayli aslat grammatikashunoslik deymiz. Hem palla bo'yicha bizning peshvolarimiz dunyoda oldida mang'atgan shunday professorlarning darsini anglash fursatiga ega bo'ldik. Shunga qaytib kelgandan keyin biz men o'zimninki shu bilimlarini o'zimninki o'qitish, ilm fan, shu ilmiy tadqiqot sohalariga tatbiqlab ma'lum natijalarga erishdim. Bunu hem de özümdeki yani burunki nimeler bilen siliştirsam hem şundak bayıdık. Şundak bir küçükkine 90'daki şundak işkimdeki dikkatimizi düşmeyden küçükkine bir yer tuğulup bunun üstüge japalık okup yani en bilim eliş altın devrimiz nabat kılınıp ketken ahvalda qayta bir o'qish fursatiga ega bo'lib, mushunchalik natijalarga erishganligim bu oson to'xtamadi. Bu hamda bir men uchun aytganda bir mo'jiza desam bo'ladi hamda. Lekin men o'zim shu qanday qilib shunaqa natijalarga erishganligimni unda bir 5 tarafdan yakunladim. Birisi hamda o'zliksiz tirishib o'rganish ruhi. Bu birinchisi. Ikkinchisi raqobat ruhi. Üçüncüsü yanılık yaratış ruhi. Dördüncüsü devir ruhi.
beşincisi fidakarlık ruhi. Ben bu nutkumda şu 5 noktadan azırak kengaytip sözler bitey. Tirişip ögünüş ruhi degen vaqtımda bay degendek naçar ögünüş şaraitleri bizning aşı yezladi öz vaqtidagi biz o'qigan vaqtlardagi maktab sinf bularning nimasini demayli qo'yayli dars ham ancha muntazam o'tilmaydigan uning ustiga bizning u yerda o'rta maktabmi yo'q edi 60-yildan 64-yilgacha Uyg'ur til kasbi bo'yicha an'anaviy shu darslarni o'rganib boshlang'ichni bitkazdik lekin o'rta maktab yo'q nayiga berish uchun araliq yiroq turib qoldik 68-yilga borganda madaniyatni qila boshlandi bu o'rganishimiz uzildi degan gap keyin dehqon bo'ldik bir yildan keyin shu uyimizdagi bir buğaltırlık vazifesini zimam yüklep koydu. Buğaltır buldum. Yani buğaltır buğa vaxtımızdı mı? Ya ki dehqon buğan jarayonida mı? Öğrenişini to'xtatib qo'ymadim. Bu vaqtlarda hozirda kitaplar jiq emas. Ba kitap, qo'limizga chiqqira kitap bo'lsa, nada bo'lsa izlab topamiz. Bu birisi o'rganishninki. Yana cho'nglardan shu o'rta maktab darsliklari ishlatib tashlab qo'ygan kitaplar bo'lsa izlab o'rganib turdim. Anandan buğaltırlık qilib atgan vaqtimizda uyimizga 2 gazet keladi. Birisi Şinjan gazetinin Uyg'urchasi, yana birisi Xalq gazeti va Xanzoch keladi ku. Shu jarayonlarda shu 3 yil Xanzoch o'rgangan asosimda anandan keyin Xalq gazetininki nurg'un maqolalari 1-2 kundan keyin Uyg'urcha Şinjan gazetiga tarjima qilinib chiqatdi. Shunga uni silishtirish o'rganib, silishtirib bir o'zaro bir 2 yıl buğaltırlıqlamadım mı boş turmadım desem boladı. Şuna 72 yıl mektep gelgen vaktimde Milletler Üniversitesi'ne gelgen vaktimde dal kesbimiz asasen şu tercüme kesbi başkana hiç kanç kıynalmadım. Yaxşı netice. Çünkü anadaki bir asasım varken özüm oylap baksam öz vakti da es kılmagan. Bu bir tirişip bölgünüz. Yani birisi bay dedim 84-yilda shunday bir Amerika chiqishimizning Markaziy Millatlar Universitetida bergan bir sonni qanday qo'l keltirish. İmtihon berish uchun, imtihondan yaxshi natijaga erish uchun kichikgina bir 7500 so'zlik bir lug'atni yodlab ketdim. Shu vaqtki TOEFL imtihoniga taqobil turg'idak bir so'zlikka ega bo'ldim desam. Anandan keyin shuning oldida elingan bu TOEFL imtihonlari bizning Hakaysi çoğun kütüphane nimeleri varken ularning ölçenlik cevapları bilen tam işlep bulan tügetdim. Şu bir yıl içinde mektepninki hem köngül böldü, bana küçük bir ünalığını berdi. Asasen ben sıptı dünya bilen asasen közüm birisi qarab turgan bilan kallam kitapta. Bir yıl şundak ötüp ketdi. Qanday ötüp ketganligini uqmadim. Ahiri Texas Üniversitesininki shu chekiga yetib baraladım. Bu meningki şu o'rganishga bo'lgan qizg'inligim, qanday qiyinchiliklarning nimasiga bosh egmay yoki bo'lmasa dahlisiga uchirmay bir shu niyat bilan shunday o'rganganligimning natijasi deb qarayman. Bu mening birinchi shu o'zliksiz tirishib o'rganish. Endi ikkinchisi raqobat ruhi dedik. Menda bir raqobat ruhim bor. Sen bilgan narsani men cho'qim bilaman-ku, ha? Sen qilgan ishni men qila olaman, menda bir ishonch bor, shundaymi? Faqat menga ma'lum vaqt kerak degandek, shunday bir raqobat ruhi bu nihoyat bir tutga o'rganishga bo'lgan qiyinchiliklarni yengishga bo'lgan bir xil tutkilik rol o'ynaydi ekan. Ham bu bizda bir ishonch turg'izadi ekan. Men shu dastlab borgan vaqtlarda shunday bir nima bilan o'rgandim. Shunga shu chog'larda o'zimning 6 oy shunaslik kasbini yangidan boshlagan bo'lish süptüm bilen nurgun yangi tillarni öğreniş doğru geldi. Moğol tili deyimiz, Manju tili deyimiz, Nemis tili deyimiz. Bularni biz kallımız uçuk vaqtida yoki çoğumuz nazari bu iş etganda 1 yaşdan 10 yaşgachalıqı til organımız uçuk qalat turgan vaqt öğrengen bolsak bək yaxşı olardı. Lekin o vaqt öğrenemapdınız. Endi 30-40 yaşga kirib qolganda öğreniş doğru geldi. Öğrenmey mümkün emas çünkü şu kesip bizni uchun talab qilgan. Shunga shu vaqtlarda biz ilqiningdek iroda bilan, sizlar ular
bizning savodashlarimiz shu vaqtda bir ikki sinf o'qiganlar 8 xil, 10 xil, 12 xil tillarni bilib ben bilan bir sinf qilayotgan bolalar. Shunga bu vaqtdagi bizningki raqobat shu vaqtda o'z joriy rolini joriy qildirdi desam bo'ladi. Yana shunday bir turtki bo'ldi. Uchinchisi yangilik yaratish roli deymiz. Yangilik degan vaqtimizda bizningki o'zim bay degandek tirishib o'rganishda shu Amerikaga berishdan burungi an'anaviy grammatika, nazariyalarni yodlash, bir kitobni yodlash, falonchi betda menda mazmun bor deyishni ilmisiga yetgan edim. Lekin borgandan keyin bizning shu vaqtga o'rgangan yodlash saviyasiga yetgan bu bilimlarimizningki texi biraz yüksek ilmiy yetmaganliklarini his qildim. Shunga u o'rgangandan keyin har yili, har mavsumda, mavsum oxiridagi ilmiy maqola yozish nimanda o'zimniki his qilgan nimalarimni birlab. Masalan, aslatmi grammatikaning ma'lum nazariyasi ingliz tilida shu masalani hal qilgan bo'lsa, Uyg'ur tilida zodi qanday masalani hal qiladi? Uni qanday tatbiqlash kerak? Her bir mevsimde bir temini tutup mıgandan keyin 9 yıl, onun içinde 1 yıl ders ötken vaktim çıktı. 8 yıl cereyanı öğrengen nazariyede her bir mevsim 1 yıl, 2 mevsim, hatta 3 mevsim. Bu yazgan makallarımınki yığındısı keyinki şu 4 kitabının asası oldu. Hemmisi yepyeni nazariyeler, yepyeni neticeler. Bular hem de eğer biz şu konu özümüzdeki an'anaviyimizni yodlab olgan, burun bilib olgan narsamizni qisqami kunlar o'tadi. O'qituvchimizga shu narsani yozib mavsumlik maqolamda topshirsammi yoqtirmaydi. Lekin men ularni qaytalashni davo ko'rmadim. Chunki men Amerikada chiqib o'qiyapman. Mayaqda o'rgangan bilimlarni bildigan odamlar shundoq ko'p. Lekin ayaga berib bilimlarni o'rganish fursatiga Allah men kelman, yana ana az qismligilar o'rgan. Shunga u yerga borgandan keyin yangi narsalarni o'rganishim kerak. Yangi narsalarni tatbiqlab, yangi natijalarim bilan xalqimga, vatanimga doklad qilishim kerak. Bu yangilik yaratish rohi deymiz. Davr rohi. 4-chi davr rohi deymiz. Biz davr rohi degan vaqtda hozirgi temamizdagi shu elektron davri deymiz, uchur davri deymiz. Bu davrni ko'rsatamiz. Bu davr biz bilim patlagan davr deymiz. Yana bir jihatdan bu insonlar, millatlar, davlatlar orasidagi zamon, makon farqlarini asosan yo'qotib, yer sharini shunday kichiklatayotgan shunday bir davr deymiz. Bu davrda biz tilshunos kasbini qilayotganlarni qilishimiz kerak. Tilshunoslik bu endi benim azraq kasb o'zimning kelishimga munosabatlik azraq so'zlash to'g'ri keldi. Bu davr bundaqcha aytganda insonlarningki mingsidik to'g'ri organini tadqiq qiladigan, hattoki hozirgi ba'zi nimalarda İskender degandek bir narsalarda insonlarning mingisini resimga olish orqali nimani o'ylayotganliklarini hozir bilib olaydigan ana shunday bir davr bo'lib ketdi. Hech qanday maxfiyatlik yo'q. Addiy aytganda Uyg'urcha masalan siz birisiga telefon qilsangiz, "Assalomu alaykum, siz aytinaga borsiz" deganidan oyoqdan birisi "Ne ha, ne men tan chishima defa" degan nimani anglaydi. Yoki inglizcha "Hello, what are you going to do tomorrow" degan ovozli anglaydan bu ketdi. Nima bo'ldi? Bu yerda shu elektron davrida masalan bizning akademik bizning o'quvchilar islom deymiz. Turgun ma'lum deymiz. Yusuf Abaydullah deymiz. Bunda bizningki kompüter sohasidagi mutaxassislarimiz va ularning tadqiqot qo'shininki shunday qilayotgan tadqiqotlari bilan tilshunoslarningki o'zaro shunday hamkorlashidan shunday bir cho'ng ishlar bo'lyapti. Buni biz hozir ba'zilarini darhol mahsulot yoki tovar qilib bozorga sag'alamiz. Ba'zilarini tardoyida ishlatyapti. Bu jihatda biz shunday bir nima yashayapmiz. Endi an'anaviy grammatika va tadqiqot nimalarida biz nihoyatda yuzaki tadqiqotlar bilan banit bo'lib yurib ekanmiz.
Addiysi mesela emmimiz okumuz. O bu işini kasten kılmadı degen bilen, o bu işini kasten kılmadı. Farkı nime? Yaki olmasa, 4 atlık harva degen bilen, 4 atlık harva degenin farkı nime? Bu yerdeki naiti addi, bile özümüz sözlügen okumuz, anlap düşünümüz, lekin sintaks tetkiqatçıları bunu meselelerini iş veremegen. Anneannemin gramatikimiz naiti bir addiler. Lık-lıkını koşsak, isimler koşsak, süpet buludu, süpetler koşsak, isim buludu degenlerge. Lekin nagi koşuldu? 4 yıl at koşulup bulup, anandaki 4 atın keyini lık koşuldu mu? Yaki atqa lık koşulup, atlık bulup, anandaki arvın ensap atlık arva, anlık 4 koşuldu mu? Bu katlanma nasıl da koyun, bu yüzden kesip düşüp gettim. İkisi iki mananı bildirdi. Bunu eski anladım. Yaki mame degen teylanı inkar kıldı deyimiz. Bunun da bu kasten kımıdı degendeki kasten degendim özüsüge aldı mı ya ki almadı mı degen mesela. Eğer özüsüge algan olsa kasten kımıdı boğazını buldu. Kıldı lekin kasten kımıdı. Tesadüfi buldu degendi. Eğer onu özüsüge almagan olsa kanda oldu. Kımıdı. Kanda kımıdı. Kasten kımıdı. Şimdi ama bu yerdeki şu koşumçularının katlan münasebetlerini bizning kitaplarımızda, anneanne grammatikada bizning yapışqaqlılarının sırrını açamıgan. Aslat grammatika, şunun sırrını etiş üçün bizga yo'l ochib berdi. Qanday qildi? Anneanne grammatikada mustaqil so'zda asos bu qo'shimcha u bo'la, uning agashgich qismi qatorida qaralgan. Aslat grammatika davriga kelgandan keyin dal aksi bo'ldi. Nima? Bu yordamchi so'z, bu turli güç qo'shimchalar asosiy o'rinda. Hammasi o'zining o'z so'z birikmalarini hosil qila oladi. Mustaqil so'zlar bular beqindan bo'ladi. Buning bilan biz Uyg'urlarda deydigan qilni 40 qiyar qil bo'ladi deydigani, bu shunday davrga yetib keldik. Uning oldida qanday bo'lgan? Alanın farqlarini tushunib turimiz o bay degandek so'zlarning. Zodi nima? Xuddi tüyüge minib olib, tüyüge izdabdi degandek davrlarda pasib oldi yurgan vaqtlarimiz hali uzun bo'ldi. Mao davri kirgandan keyin mana bunu biz elektron davri deymiz yoki bizningki kushur davri deymiz, kompüter davri deymiz. Nima desak bo'ladi? Bu izlanishlar mana bizningki bayqiningdek masalan bizning Turgun muallimni deb, Yusuf muallim, Yusuf Abaydullah muallim. Bularning tadqiqot qo'shillari. Biz tilshunoslarningki tadqiqot natijalari birlashgandan keyin bayqiningdek yangi natijalar yana mashina orqali tarjima qilib bo'ladigan, mashina orqali maqolaninki sintaks qurilmalarini tekshirib, to'g'ri xatolig'i hukm qilib bo'ladigan, bu shunday davr yetib keldi. Bu jihatda endi meningki baydigan kitoblarimningki bir nechisi mushu jihatda astıla. Mushu sohadagi, mushu kasbdoshlarningki foydalanishi, ular azroq naf berganligini men buni aytib faxrlanyapman. Faxrlandim. Bu 4-chi 5-chi ruh fidokorlik ruhi deymiz. Bu endi bizningki özemniki noktasını etsem, memimizde var fidakarlık. Özem noktasını etkanı mesela 94. yılı 9 yıl okuş arkalık doktorluk ünvan edip kaytıp kelimem bu ya ki şeydir turuşum gerek mi diyen azrak oylandım. İki şirket beni hizmet memleki teklif kıldı. Lekin ola her ikisi soğudu olan münasebet. Cungo olan soğudu münasebeti var. Ola hem tercüman hem yolbaşçı degendek bunlar bir hizmetlerini kılışım gerekli. Öz vaxtideki bizning o'quvchilarning şu vaqtdagi psixikimizning qaraganda men şu yerda berib ya supurdigan ishchi bo'lsam-mu Amerikada qasam deydigan o'quvchilar nihoyat ko'p edi bitkazgandik. Lekin men qayta o'ylash orqali qaytib kelishni muvaffaq ko'rdim. Bay degandek men birisi so'da menga nisbatan yangi bir soha men uni o'rganmagan. Yani birisi bay özem degandek her mevsimde yazgan mevsimlik makallarımdaki yeni ideyalar, neticeler aşılarını halkımga, bir şeydeki şunun kadar kaza yapıp durgan bizimki şu sahadaki kesiptaşlarımga baldırarak kelip aşılarını
aşkarlap şular tang ortaq buluş arzusida boldum. Bu endi kelgandan keyin to'g'ri ba'zilar men ayıp deganlar bo'ldi. Shunda fursat tursinim deb ishlamay bir necha yenib kelsan deganday. Lekin men bundan pushaymon qilmadim. Kelgandan keyin bayqa degandek o'zimning plani bo'yicha shu yezib qoldirgan muratlab birlab bunda kitoblarni yozdim, maqolalarni yozdim. Bu natijamdan o'zim xursand bo'laman. Bu jihatda men o'zimniki kasbdoshlarim, o'zimniki yoki bevosita rahbariy organlarning hammasining e'tirof qilishiga, qoyil bo'lishiga erishdim. Buningki guvohchi sifatida men 2003-yili biz davlatlik va chet elda o'qiyotgan qaytgan ilg'or shaxs mukofotiga erishdim. Bu davlatlik mukofot. Bularning hammasi nima desak, bularning hammasi shu qilgan emgaklarimizninki jamiyat tarafidan, kasbdoshlarimiz tarafidan e'tirof qilinganligining namoyandasi deb qarayman. Bularni ham o'zim iftixorlanaman. O'ylab kelsam, bularni qaytib kelib yaxshi qilib ekanman deb o'zim faxrlanaman. Bo'ladi endi vaqt munosabati bilan men o'zi bayqa yana 5 jihatdan yoshlarga nasihatim shu bo'ladi. Hammangizlarda yana bayqanadagi birisi tirishib o'rganish arzusi mangu, shunday bir istak mangu o'chmagay. Bu birisi. Sizlar hammangizlarda raqobat eni bo'lish kerak. Raqobat eni. Ya'ni sen qila olgan ishni men qila olaman degan o'zing ishonch bo'lish kerak. Bu mening ikkinchi tajribam bo'ldi. Uchinchisi endi yangilik yaratish. Hammamizning o'z kasbiga oid yangilik yaratish fursatlari bo'ladi. Oddiysi masalan biz dehqon bo'lsakmi, ya'ni ilmiy usulda terisak yoki baxmochi bo'lsak, qo'yni ilmiy usulda boqsakmi, bularning hammasi bir xil yangilik yaratish unumga erishsak ham bo'ladi. Bu yangilik yaratish deganimiz o'z kasbimizni mayli qaysi kasbni qilmayli, hammamizga bir fursatlar bo'ladi. Cho'qim biz yangilik yaratib o'zimizning shu dunyoda bir yashab o'tganligimizni iz qoldiraylik. Hech nima qilmayli, shu ko'nlarni qaytlab qo'yib bu dunyoni kessak, bizning hayotimizning nima ahamiyati bo'lsin? Shundaymi? Şuna biz hemmimiz şunday bir irade buluşumuz gerek. Anandaki devir ruhi, bu devir ruhi, devir şundak terakki kılmadı, şukandak terakki kılmadı. Bizde şu devirge mas halda, kesip kalırsak mı, nime kısak, şundak bir irade buluş gerek, şundak bir nişan buluş gerek. Anandaki bayı degendek, bizde hem fedakarlık ruhi buluş gerek. Biz çünkü okuş bir sistemimizge Kileverdan fursat emasken. Nayet %10% adamlarımız okuş fursati, xalqimiz, ota-onamiz shunday o'qib ekan, nurg'un umidlarni kutadi ekan. Bu jihatda biz o'zimizni azroq o'ylab, xalqimizni, vatanimizni ko'proq o'ylasak bo'lgan. Bu mening endi o'zimniki o'rganish jarayonidagi eski qoldirim, qana sizlarga azroq naf bersa, men aytib xo'sh bo'laman. Rahmat. Siz Altayşınaskı tədqiqatını Chomsky'ninki aslardan grammatika nazariyasidan foydalanib tədqiq qilib bir bo'sh xarakterlik natijalarni qo'lga keltirdingiz. Ya'ni biz shu tədqiqatda bir boshlamchilik rol o'ynadingiz. Endi mening sizdan so'raydiganim, hozir Uyg'ur til tədqiqatidan mushaqda tədqiq qilish zarur bo'lgan, lekin hech tədqiq qilinmayotgan yana qanday masalalar bor, shu vaqtda bir taklif bergan bo'lsangiz. Rahmat. Endi tadqiqlanmayotgan, tadqiqlish zarur desak bakmijaq bay degandek. Mening nimamda davr ruhi deymizmi, yangilik ruhi deymiz. Ahamiyatlik shu chet elniki tadqiqot nimalardimi, tilni bir set nuqul holda tilni nuqtasidan tadqiq qilmaslik. Shundaymi? Uni cho'qim bay degandek nerv tadqiqoti, biologiya tadqiqoti, matematika tadqiqoti degandek, shular bilan tadbiqlash. Shunga bundan keyingi yoshlarimizning menimcha ko'p taraflama tarbiyalanishni umid qilaman. Chomsky'ning o'zini olsak,
Hammangizlar bilasizlar, asli matematikchi, o'danliq matematikchi. Keyin til tadqiqotiga o'tib, mana bu xarakterlik bir til inqilobini qo'zg'adi deymiz. Endi oxirgi nimasi, aningdagi Massachusetts institutida kompyuter tilshunoslik deymiz, mashina bilan tillarni tarjima qilish cho'ng davlatlik cho'ng turiga mas'ul bo'lib, balki hozirgacha mas'ul bo'lishi mumkin, men o'qimadim. Uningdan oid büsüş xarakterlik nimalarni nima qildi. Demak, u eng dastlabda dağınlıq matematikçi, keyin anandakin dağınlıq tilchi, keyin yana u azroq siyosatmi bo'lib oldi. Ko'p ballarda siyosiy leksiyalarni ko'proq berib. Men anglagan bir ikki leksiyasida siyoset tilshunoslikda so'z ochmadi. Siyosat tilida bir qatim, Beijing universitetida bir qatim mundaq so'zlagan edi. Demak, Litmalovning bayonidan hozirgi pallaniki o'zaro aralashma palla, hozir navbatdagi eng cho'ng yuzlanishgani. Litmalovninki Amerikada erishgan doktorlik unvoni mo endi falsafa doktorlik ekan, demak, navbatda pallaninki umumyuzlik aralashma tadqiqoti bizniki ideyamizni ochadigan birdan-bir yo'l bo'lishi mumkin, Assalomu alaykum muallim. Siz o'zingizning o'qitishi xizmatidan boshqa yana nurg'un ilmiy xizmatlar ishlaysiz. Siz ularning hammasini yaxshi qilib ketaldim deb qaraysiz? Öz idoramizdagi, maktabimizdagi kasb o'zimizning asli kasbi, qolgan kasblar ijtimoiy vazifa deb qaraymiz. Bularda men nihoyatda ayirmadim. Men hammasini muqaddas burchum deb qaradim. Baydidik. Masalan, men markaz aloqalashadigan mutaxassis yoki mamlakatlik milliy ishlar komitetininki milliy til yozuv xizmatidan maslahat so'raydigan mutaxassis degandek shunday Ma'rif ministrligining ham ko'p xil shunday vazifalarda bo'lamiz. Ba'zilarda bizga shunday vazifalarni qiladi. Bir yilda bir ikki tekshirish doklati yozinglar deydigan. Ba'zida yig'inlarda biz mana yig'inni qilamiz, o'zing jamiyatni tekshirib kelib, mushu jihatda o'zingning qarashini bizga yetkiz deydigan. Bu nihoyatda yaxshi fursatlar. Hem biz o'zimiz uchun o'rganish fursati, ham siyosat belgilaydigan o'rinlar uchun ma'lum uchurlarni yetkazib qo'yish bu nihoyatda biz uchun zarur. Hem o'zimiz ko'ngil bilayotgan ishlar. Shunga men bu jihatda uning bosh tortmadim. Zarur topilgan vaqtlarda nurg'un dokladlarni yozib o'zimning taklif talaplarimni yetkazdim. Men bulardan o'zim yaxshi qildim deb qarayman. Yaxshi qildim. Yetarli bo'lmagan joylarim bo'lishi mumkin, lekin ular hech qaysi menga hozirgacha "Ma ishing bo'lmadi" degan gapni deb baxmadi. Shunga men o'zim hammasini joyida 20 necha xil ijtimoiy vazifa hamda. Ba'zilari oyoqlashdi, ba'zilari davomlashyapti hozirgacha. Bu o'z kasbimda ishlayapman hamda. Litmalovninki yani o'z kasbiy tadqiqotini ijtimoiylashtirish, jamiyatninki taraqqiyotiga ta'sir qildirish jihati ko'rsatgan tirishchiliklarmi intayin yuqori. Menimcha bu boy Litmalov aytgandek nurg'unlagan olimlarninki o'tash tegishlik muayyan majburiyati bo'lishi mumkin, Shunda qaraymiz, jamiyat hammamizning jamiyati biz vaqt bo'lsa-ham ular ko'ngil bilishimiz, o'ylaganlarimizni yo'shirmay yetkazib qo'yishimiz majburiyatimiz deb qarayman. Litmalovim, yaxshimisiz? Yaxshi. Siz chet eldagi bir necha o'rinning xizmat taklifini rad qilib, 1994-yili o'zingizning ana maktabga kelib, o'qitish xizmati bilan shug'ullanishni tanlabsiz. Shu chaqda chet elda qolib qolgan bo'lsam, texnik ko'p taraqqiyot ishlar bilan shug'ullandim deb qaramsiz? Shu chaqda endi men taklif qilgan o'rinning o'zi ikki boy degandek savdo bilan shug'ullanadigan. Balkim iqtisodiy jihatda hozirgidan yaxshiroq, boyaroq bo'lishi mumkin-di. Lekin shu nimada qilib qolsam, boy degan halqa meniki qaytar qilib o'rganib, har mavsumning oxirida yozgan maqolalarimning natijalari balkim shu paytda qilib qolgan bo'ladi. Ikki halqa savdo nimasi bilan taklif qilingan shirkatlarning nimasini asosan men rad qilishimda o'z kasbimni bek qizg'in so'yganligimdan bo'ldi deb qarayman.
Şu joyda sharoitlar shunda qiyin. Demak, shunda sharoitni tanlashdagi maqsad, ya'ni tadqiqot uchun bo'lgan, ha. Shuningcha, meningcha bu xil ilm ruhi bugungi davr uchun intayin qimmatli. Assalomu alaykum Lutf muallim. Aleyküm assalam. Ben gerçi sizden kolunuzda bir vasıta ders anlamagan bo'lsam-mu, kitaplarınızdan, maqolalaringizdan, bir qancha qitimliq ilmiy muhokama yig'indagi leksiyalaringizdan nurg'un bilim aldım, nurg'un narsalarni o'rgandim. Hozir men o'zim til bilan shug'ullanayotgan bo'lg'achqa, balamning til chiqishi oldida turg'achqa, menga bir savol paydo bo'lib qoldi. Ham kasbga munosabatliroq. Hamda hozir taraqqiy qilayotgan jamiyatda balalarimizning qabul qilayotgan uchurlari nihoyat ko'p ham tez bo'lyapti. Uchrashayotgan tillarimi burunqidan ko'p bo'lib ketdi. Hamda mushu jarayonda tili chiqish oldidagi balalarning tilida bir xil qalaymiqallashish, abjashlish hodisi ko'rilyapti. Bu cho'nglarning emas, tili chiqay degan 2 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan balalarning tilida bugun bir so'zni o'rgandi, ana tilda, yana bir kuni yana bir tilda, mayli xanzu tilda bo'lsin yoki ingliz tilida bo'lsin, yangi uchurlarni qabul qilgachqa bu balada bir xil tilda qalaymiqallashish hodisi ko'rilib qoldi ekanda, bu xil hodisa balaning tilining normal chiqishiga ta'sir ko'rsatib qoldi ekan. Ammo sizcha bo'lganda qaysi xil usullarni qo'llansak, mush xil hodisiningki oldini og'ili bo'ldi yoki mush xil hodisdan saqlanqili bo'ldi? Hem bu til organının yani bir nimesi, kiçik balalar tug'ilib 1 yoshdan 10 yoshgacha bo'lganda bu holatda har qanday tilni o'zlashtirishga tayyor ekan. 10 yoshdan bo'lgandan keyin til organi yepilib qoldi ekanda, yepiq holatda. Shuna uningdan keyin til o'rganaman desak, passiv holatda ulug' yodlashga majbur bo'ldik ekanmiz. Shuna buni bo'lgandan keyin hozir nurg'un davlatlarda bo'libmi ko'p til, misol hukumat tili degandek, masalan Shveysariya deymiz, Kanada deymiz. Bular nəhayət bunun nəb aldı. Şu 1 yoshdan 10 yoshgacha vaqtda hukumat tili deb qaragan 3 til bo'lsa 3 til, 4 til bo'lsa 4 til hammasini tang o'rgatadi. Boya siz degandek a masalaniki javobi chiqdi. Dastlabda balkim matilning o'rniga atilnamanda bir almashtirib qo'yadigan mezgillar bo'lishi mumkin. Lekin buningdan ansirmaslik kerak ekan. Aralashmaslik kerak ekan. Aralashmang, o'zligidan o'zi tepib ola oladi ekan. Shuna bu javob ham sizning boya savolingiz shunda cevap kelyapti. Hech nima qilmang. Bu bir mezgil ekan. Lekin o yoshga borgan vaqtda hamma nima aydonlashib ketadi ekanda. O'zligidan o'z yo'lini tepib bunday ketdi ekan. Shuna odam mengisini shu hozirgi nimada xuddi kompyuterning qattiq detali o'qishtiradi. Qattiq detal ichiga qaysi ranjanni qachilaysiz, yumshoq detalni qachilaysiz. Shundaqmi, ha? Tilmi shundaq, ha? Lekin kompüterning qattiq detaliga 10 yildan keyin 15 yildan keyin qachilsangiz mana bo'ldi ekan. Odamning mingisidagi detaliga 10 yoshdan keyin asosan yepiq holat bo'lgandan keyin ta'sir etgan. Bu bir haliqi bizning mana nazariy jihatdagi nima. Ham demisimi shundaqki til organida hozirgi tadqiqotlar nerv tilshunosligi, biotilshunoslik deb qo'yamiz, bular chetilib ketdi. Yaqinqi tadqiqotlarda baydidoq bir odamning siz nimani o'ylayotganligingizni alqinimda rasm kelib qilgan, shunday davrlar yetib keldi dedik. Yana birisi Chomskyning nimasida til organida so'zlar o'z sistemasi bo'yicha ayrim yerlarda saqlanadi degan narsalarmi hozir dalilyapti. Nima? Masalan, mana so'l quloqning ustungi tarafida ko'ngilsiz ba'zi so'zlar, yo'qotish xarakterli so'zlar yozilgan. Masalan, birini yo'qotmak, ülüp ketmek, türmeye girmek degende bir şey buldu ki. Oğun kulağının ma üst tarafında ma yerde tukkan atalıqları, ata, da, aça, hede degende. Şu hazır bu organlar tepki oldu. Nevrotuşunasları. Demek bu Chomsky'ninki bu nemeleri delilini vatıdı. Şuna biz keyinki tadqiqatlarni şunun köpərək yüzlənsək buldu gedib qarayım. Lutf muallim ilmi bir nazariyani bizga deb berdi. Demak, bolalarimizningki ko'p xil tilda so'zlab chiqishining o'zini agar biz uni so'zlash o'rganish qalayimqanchilik bo'lib ketdi desak, o qalayimqanchilik. Agar bu texim yaxshi o'rganyapti desak, menimcha o texim yaxshi o'rganish. Bu faqat bizning ideyimiz bilan munosabatli bo'lishi mumkin. Bu jihatda aralashmaslik kerak. O'zi tepib oladi. Lutf muallim, yaxshimisiz?
1985 yıldaki yaşlarının yani şu vakitteki davranışlarınızın öğreniş iradesi qandaq idi? Hazırki yaşlarga siz qandaq qaraysız? Yeni yani bilim güç deydigan, ama şundaq bir ilim pəng yürüş qilgan, ilim pəng yüzleniş, kelgisi yüzleniş degan şuarlar çıqqan, nəhayət qızğın keyfiyatlar bolğan, şundaq davrlar idi. Bu yangi başlanış davri. Lekin hazırkıga yetmeydi, çünkü hamma narsa başlanış noktasida. Bundaq bir çoğun bir islahat etib yetişinki neticeleri bugünkü gündə bundaq keng nimada namayan bolmagan bir xil başlanma holatda edi. Şuna bizde o vaqtlarda ma'lum kelgisiga bo'lgan ishonchlarimiz hozirgidek undaq mujmalarek mundaq aytganda bo'lgan. Hozirga o'xshamaydi. Malum yaxshimisiz? Mening so'raydiganim, hozirgacha qiziqadiganim, siz ayni vaqtda chet elda qilish fursatini tashlab yenib kelibsiz. Hozir nurg'un yoshlar chet elga chiqib o'qiyotdi, burunqidan ko'platdi. O'qiyotgan doktorlarning sonimi hisobdan nechuzdan eshibdi. Endi bularning hozir yo'l qo'yotgan masalasi qaytib ketish kerakmi yoki mushat qilib qilish kerakmi? Yo davomli endi yuqorilab doktorash deganda qilish kerakmi degan masalalar hozir shularning beshini og'rityapti. Siz mushu chet elda o'qiyotgan, tadqiqot bilan shug'ullanayotgan mushu bizningki yoshlarga qandaq so'zingiz yoki qandaq taklifingіз bor? Shuni deb baqqan bo'lsangiz. Bu hamda cho'ng bir tema, hamda davlatimizning siyosatini qaraganda yo'l ochiq. Qaytib kelsingizmi qarshi olamiz? Shaharda tursingizmi qarshi olamiz? Qaytib kelib bir necha yil ishlab, yana ketsingizmi yana qarshi olamiz. Bu nihoyat keng siyosat bo'ldi-ku bu. Chunki hamda bu bilim u nimada hozir davlat chegirisi, yo millat ayrimisi degan nimalar ancha qolmadi. Lekin hamda har qanday bilim ishtiyoqida shunday chat o'qiyman deganlarni qo'llash kerak. Chiqsin. O'rgangandan keyin bilimini bir yoqqa qaytib kelib biz bildiramdi yoki shahar turib kitob yozib bizga nima qilamdi, bu yana bir ayrim ish ekan. Turib qolsa yana mayli, qaytib kelsa eng yaxshi. Ha, shunday qaraq. Bu ham cho'ng bizning siyosatimiz shunday. Demek biz bugün Leytif Malum bilen nait etraflık çoğunqur paranlaştık. 44 yıllık ilmi hayatından çıkan bazı yekünleri, hulasları ve kıymet qarashlarını bize sözlep etdi. Menimce Leytif Malum'ninki bu xil yeni ideya ve göz qarashları bizniki yaşlarımızninki özünki takdirini izleş, öz istiqbalını tepişte çoğum aktif rol oynaydı. Şunlar birge mayli biz qandaq kasbni qilishdan qat nazar xuddi boy Leytif Malum aytgandek faqat izlanish ro'yi va tirish ro'yini tashlamasaqla biz cho'qim o'z istiqbolimizning yaratquchilari bo'la olamiz. Ko'p rahmat, kelar sonni ko'rishaylik. Amin, rahmat. Allah rahmat.